Boshqa narsasi ham to'g'ri ovqatlanish mumkin. Sabzi qo'ying ertalab, bodring, pomidor qo'yish mumkin-da. Ya'ni to'g'ri ovqatlanish, chiroyli ovqatlanish bu faqat avokado, qizil baliqlarmi yo qanaqa bo'lishi mumkin yana? Aytib bering. Oddiy, mana bor mahsulotlarimizda. Mana aytaylik, o'rtacha oilada 5 million olishadi. Oyiga erkak va ayol 5 million topishyapti. Mana keling 3 million bo'lsin. Men chunki bu narsadan ko'raman, har doim. Chunki hozir 3 millionga ham yashab kelayotganlar bor. Ular qanday ovqatlansin? To'g'ri, chiroyli, sog'lom. Parizod opa, mana shu 2 million topadimi? 10 ming dollar topadimi? Odam yashayotgan baribir ham bozorlik qiladi. Odam baribir ham yeydi, ichadi, to'g'rimi? Albatta, albatta. Hammasi Bazaviy ehtiyoj chunki bu. O'sha kimdir bo'lishi mumkin 5 millionga ham faqatgina o'sha zararli mahsulotlarni kirgandan keyin bilmadim, hozirgi onalar o'ylaydiki, men onam bolamga mehribonman deb bolasini aytgan narsasini olib beradimi yoki shu modami bilmayman. Kimga berishmaganda. O'sha uni Dekompensatsiya, o'sha yamasini bechora bolada to'ldiraman deb uni battar Bolam qo'yadi. desin, bolam maylaganman deydi. Bolam Xuddi yesin. shunaqa. Men misol uchun aytamanki, men yemayman, anaqa yegim kelmaydi. Voy, yemay, juda ham yaxshi, yema deyman bolamga. Yaxshi, yemaganing yaxshi deyman. Lekin mana 5 millionga ham shunaqa bo'lar bo'lmas narsani sotib olish mumkin. O'sha yog'i ham o'sha pulga foydalisini olish mumkin yoki o'sha zararligini ham olish mumkin.